Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytadilar-da, azizlar, "Kafa bil mar'i isman ay yudayya man ya'ulu." Kishi o'zini qo'l ostidagilarning haqqini zoya qilishligi uni gunohkor ekanligi kifoya qiladi. Kim bu desa, oilaning rahbar bo'lgan er. O'zini ayolini, o'g'lini, qizini nima yeyapti, nima kiyyapti, qanday ahvolda, nima ish bilan mashg'ulligini bilmaydi, qiziqmaydi, g'am qilmaydi, tashvish qilmaydi, zoya qilyapti haqqini. Bu odam o'sha gunohini o'zi yetib ortadi degani. Boshqa gunoh qilishiga shart emas degani. Endi hozirgi kunda er ajrashib, o'zini pushti kamaridan bo'lgan bolasiga aliment bermaslik uchun kam oylik beradigan ishxonaga kirib olib, "Mana men buncha oylik olyapman, katta pulim yo'q meni" deb shu ishni qilayotganlar bor. Uyalishsin shu insonlar. Shu akalarimiz, ukalarimiz uyalishsin. O'zingizning farzandingizdan, pushti kamaringizdan bo'lgan o'g'lingizdan yoki qizingizdan pul qizg'anyapsiz-a? Ertaga bugun siz pul qizg'anyapsiz, ertaga u mehrini ham qizg'anadi. Sizga bo'lgan e'tiborini ham qizg'anadi. Hamma narsasini qizg'anadi. Qanday ota bo'ldikki, bugun kun kelib turgan shunday otalar farzandlaridan pul qizg'ansa-ya?